Assalamu alaykum, to'rdagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Abdumit G'o'ja Abdulla Qaraqash yozgan Zulmatlik tuproq romanini o'qishni davomlashtiramiz. Oldingi qismda Podshohxonning o't o'chirish mashina voqeasi va xolera kasalliklari voqealarini keltirib chiqarib, ruslarga qaqshatquch zarba berganligi, ham Xolida ismli bir o'quvchi qizning maydonga chiqqanligi va uning qo'lga tushib qolganligini o'qib o'tdik. Endi davomini o'qiymiz. Bu gaplar ishonchlik mufkam. Albatta ishonchlik. Kona cho'pqitimiz o'z eg'izi bilan yetkizdi. Uning ustiga xalq maydonidagi voqeani bolalar o'zi berib aniqladi emasmi? Sening demoqchi bo'lganing Xolidani ilib chiqishmi? Podshohxon o'ychan ko'zlarini ukisining yinib turgan ko'zlariga qaratdi. Shundoq, ruslar uni shaksiz bizning odam deb qaraydi. Uni qiynab o'ldirib bo'lguncha biz oldin qo'l salayli aka. Dedi Tillaxon akasiga umid bilan qarab. Bo'pti. Bir qancha kungacha u shu yerda davolanib tursin. Ruslar uning jarohatini saqaytmaguncha uningga qo'l sololmaydi. Xolida ularning birdan-bir umidi. Asli haftigacha saqlasaqmi bo'ladi, lekin ular uni Moskvaga yo'tkab ketguncha biz oldin qo'l silishimiz kerak. Qurol kuchimiz ojiz aka. Qandoq qilamiz? Buningda ansirma. Podshohxon ufqisining qo'lqiga bir nimalarni pichirlab, harakatning qadam bosqichlarini maslahatlashib oldi. 15-bob O'lim elchisi. Keshligi shaharlik saqchi idorasidagilar semina qo'shib ishlayotdi. Podshohxon udul idora boshlig'ining ishxonasiga kirdi. Voy, qaysi shamol akeldi siz boyvachchini, deb o'rnidan hijib turdi rus amaldor Podshohxonga xushomat qilib. Qani, o'ltiring. Boshliqning yendiki 3 nafar saqchi bularning so'kibdiga daxli qilmaslik uchun ishini yepib qo'yib chiqib ketishdi. Qaysi shamol akilatdi, dedi Podshohxon mug'ambarlik bilan Kristoda putini mingashtirib o'ltirib. Siz birodarimning o'ti bo'lmamdi? Idora boshlig'i kulganicha Podshohxonning oldidagi yo'lanchuklik o'rindiqqa kelib o'ltirdi. Uzun bo'ldi, ko'rishalmidik. Sud ishlaringiz qandoqroq? deb so'radi idora boshlig'i Podshohxonga choy tutqash. İşlerimgo yaman emas, dedi Podshohxon bir ulug' tinib etib hasratlangan qiyofatda. Lekin mushu bo'lgunchi unsurlarning yomon ishlari savdo ishlarimizga oz-to'la ta'sir qilyotdi. Danga, uning ustiga mening qilayotgan tijoratim asosligi Moskvada. Rus cho'pqatlari bu yerga kelishdan tiqib qo'rqidi. Sal kuchab qilyotman shu. Nimisin dersiz, dedi idora boshlig'i tamakisini toza bir sho'ri etib ichi pushgan holda. Türkler ittifoqi degan bu bir nima, bütün Türkmenistonni qalaymaqon qilib etdi. Biz saqchilar necha oy bo'ldi tuzuk uxlay olmadik. Nazoratning bismi texi yuqori. Bu o'rindiqda o'ltirmoqmi baxtasishib ketdi. Ya bu munofiqlar tutqul bo'lmadi. Ish chiqavergan. Men to'ydim bu xizmatdan, Podshohxon. Shuni bir demang birodar. Balduroq dam ilishga chiqqan bo'lsangiz, Moskvada turib ishlarimizga yordamlasharkansiz. Bu yerdan aldığan yıllık maaşınızını bizden bir aydıyla alattınız emasmi? Hey, eğir xursindi idara başlığı beşini 2 yanğı çayqab. O küllerimi kelib qalar burader. Sizni izlep kirişimde yaqında yeni bir işten yo'li chiqib qaldi. Qarasam paydası xil tüzükdə qildi. Şunun bilan siz yadımga kelib qaldınız. Bu yerda tapqan təgininiz balınızın neçə aylıq o'qish rasxotiga yetmaydi. Asla bir nima tepib olsun deb o'yladim. Sizningcha? Voy, bo'lmamdigan, dedi idora boshlig'i bu gapni anglab, og'zi qulqiga yetdi. Siz nima desiniz shu, birodarim? Yuring, hammomga berib maslahatlashamiz, deb o'rnidan turdi Podshohxon beshi bilan sirtni ishora qilib. Hozir bo'lmasmikin? Shu, dedi idora boshlig'i arsalda bo'lgandek soatga qarab. Birodar, neman chiqdi siz? Xizmat tugamaydi. Tam yiqilsa tuviga yiqildi. Hukumatda yuz yo'q. Necha yil jafoliq ishlab bira ishni xato qilib qolsangiz, sizni bu o'rindiqda 1 minutmi o'tirg'izmaydi. Qarang boshqalarga, hamma ishni sizlarga tashlab qo'yib, hammasi o'zining yanchug'ini tomlash bilan avara. Yuring. O'g'ras, bo'ptilar, borsak borayli. Neman chiqilarmina? dedi idora boshlig'i o'rnidan turib, juvo chapinini kiygach.
Ular Astana şəhər içidəki dağlıq bir hammamğa yetib berib, məxsus əməldar törələr yuyunduğan ayrım xanağa kirdi. Ular soda toğırlıq qızğın paranlaşıyotqanda, hammam xo'jayini bir jigitni başlap kirdi. Aka, zavodqa Moskvalik bir xo'jayin bir narsa elib keptikan. Sizning o'z qo'lingizga topshirman. O'ziga deydigan gapim bor edi, deb turib oldi. Shunga bu kechida uni bu yerga boshlab keldim. U hozir hammomning oldida mashina saqlayotdi, dedi yigit Podshohxonga qo'l bog'lab turib. Akelgini u nima narsikan? Deb so'radi Podshohxon xo'sh erinchilik bilan. Naq pulda qildi aka. Qachonqi pulkan? Qopig'ini ochmay so'radi Podshohxon xo'sh yoqmagandek. O'tgan oydagi molning pulidek. Bir chamondan chiqamdi nima? Hey, odamni oromga qo'ymagan. Shu chog'da idora boshlig'ining gul qaqalari ichilib Podshohxonga xushomat qilishga boshladi. Turing, birodar. Pul sizni izlab ishigingizga kelsimi xo'sh bo'lmamsiz. Berib keling, men saqlab turay, dedi idora boshlig'i sholvurini eqitib. Jindek saqlab turing amsa, hozirla kirman. Shundaq degach Podshohxon kichik ko'lchakning ichidan sug'urilib chiqib, kiyim almashtirish uyiga mangdi. Ala hazal 2-3 minutlardan keyin kichik ko'lchakdagi issiq suda ko'zini yumib g'ingshib naqsha etayotgan idora boshlig'ining beshiga sovuq bir narsa qadaldi. İdara boshlig'i cho'chib ko'zini ichib, o'zining beshiga yuzini niqoblab olgan birisining tapancha tanglayotganligini ko'rdi. U shu topda qo'rqqandan g'al-g'al titrab ko'lchakdagi suvga siyib ulgurgan edi. Senlar nima odam? dedi idora boshlig'i rus tilida kekeshlab. Gapni oz qilib, "Av uyga mang", deb buyruq qildi turkman yigit uningga adiyalni sunib bergach. İdora boshlig'i suvdan chiqib adiyalni uchinchisiga o'rab, darhol yandagi aram elish uyiga kirdi. "Bu yerda o'tiring, apandi", dedi yigit turkman tilda uningga hurmat bildirgan bo'lib. Sen zodi nima qilay deysan?" dedi idora boshlig'i turkman tilini buzib so'zlab, peshonasidan purqirab chiqqan terni olqini bilan surtgach. "Gapni qisqartay apandi. Men Turklar ittifoqining bosh atamani bo'lman", dedi yigit uning oldidagi yumshoq o'rindiqda o'tirib tapanchisini qo'lyog'liq bilan surtgach uningga hayva qilib. "Maqsad nihoyatda oddiy. Oldingizda 2 yo'l turibdi. Biri Xolidani bizga qaytursiz. Bu orqali bir umr xajlab bo'lolmag'dak boylikqa erishsiz. Yana biri Xolidani Moskvaga o'tkazib bersiz. Shuning bilan xotin bola chaqalaringizni sizdan burun u dunyoga uzdimiz. Ondan sizni yo'lga solamiz. Buning ishlangansiz?" İdara boshlig'i Turklar ittifoqining gapini anglab qo'rqqandan jini chiqib ketgili tasli qoldi. Chunki u Turklar ittifoqi degan bu tashkilotni ajoyib mukammal, qo'lidan har balo keladigan bir tashkilot deb bilatdi. Shunga u bu yigitning so'ziga ishonishga majbur bo'ldi. Shundoq ishonaman. Lekin Xolida uni qo'yib berish meni qo'limdan kelmaydi, dedi titrab ketgan idora boshlig'i yigitning qo'lidagi tapanchasiga sapsilib qarab. "Mening vaqtim baqiz, mavini eling", dedi yigit yanchuqidan cho'ng karatliq bir tal olmosni ilib uning qo'liga tutqizib. "Siz faqat Xolidani shahrik doktorxonaga yorisini tang'ili chiqarsangizda bo'ladi. Qolgan ishni biz o'zimiz jo'ndaymiz. Ish bitganda qo'lingizdagi olmosdan yana 2 tal olasiz. Mushu boylik bilan xizmatingizni tashlab, bola chaqalaringiz bilan mayli Moskvaga yoki Yevropaga bering, bir umr bayoshat turmush kechira olasizlar, apandi." İdara boshlig'i birdam qo'ldagi olmosga, birdam yigitning qo'ldagi tapanchaga qarab, oxir bir qarorga keldi. "Bo'pti, gapingiz gapmi? Chatoq yo'q. Ata kechda uni shaharlik xalq doktorxonasiga oparg'izman. Lekin uni yalab opardiganlarning soni ko'proq. Ham bu bir tuzum. Uyg'unlikka attigan qurolliq askarlar uni Moskvaga ilib mangmoqchi. Ongacha ishni bitkizinglar. Amsa gap shundoq bo'lsin." Shu chog'da sirtdan Podshohxon qo'lida yog'liqqa o'ralgan bir nimani ko'tarib kirib, kichik ko'lchakning yonida idora boshlig'ining ismini ullik to'g'lashga boshladi. İdara boshlig'i hiliq yigitga bu yerdan sal turib shapsiz chikitishni qo'li bilan ishorat qilib, o'zi orom elish uyidan chiqdi. "Ha, Podshohxon, ishlar putdimi?" dedi idora boshlig'i sal o'diqib Podshohxonning yoniga borg'ach. "Ha, putdi.
Mavini yengimizga alğaş bering, dedi Podshoxon qo'ldagi yog'liqqa o'ralgan bir kallik pulni idora boshlig'ining qo'liga tutqizib turib. Vuy, bundoq qilish ketamdi. Meni bekla qazlar qilyaptingiz, dedi idora boshlig'i xo'sh bo'lg'ini chandurmay. Shunday qilib ular kichik ko'lchakka qaytadan tushib, olamning paranglarini qilishib, tun yerim bo'lganda xushal holda uylariga qaytishdi. Әтісі әттегенде idora boshlig'i qamoqxonaning davolash uyidagi karvatda yotgan Xolidaning olqiniga bir tal bag'oqchini o'z qo'li bilan tutqizib qo'ydi. Xolidaning so'l bilikiga tekkan o'q ilitilgandan keyin uning salomatligi rostla tez asliga kelyotdi. Xolida bag'oqchining mazmunini tozliq uyiga kirib o'qigandan keyin asrga yaqin kesili o'zgarib hushidan ketgan bo'ldi. İdara boshlig'ining qo'shilishi bilan Xolida bir to'p saqchining hamrohligida shaharlik doktorxonaning jiddiy qutqizish bo'limiga yetkazildi. Doktorlar uning atrofida paypetek bulishib, uningga zodi nim bo'lganligini bilolmay cho'rgilab yuratdi. Xubtandan oshqanda koridordagi telefon jiringlab, navbatchi sestraga buyruq keldi. "Men doktorxona boshlig'i Ivanovich, hiliqi jinoyatchining ahvolini yaxshi ko'rstinglar. Ishxonamdagi qahvarimni tozliqchidan evatdim. Qaravullik qilayotgan saqchilarga damlab bering. Qat'iy chataq chiqmasin. Hech qaysinglar uxlab qolmanglar. Bu yuqorining buyruqi." Sestra doktorxona boshlig'ining ismini anglab jiddiylashib trubkani qo'yib turishiga yuziga maska taqib olgan tozliqchi bir bola qahvani ko'tarib setdan kirib keldi. Sestra uning qo'lidagi qahvani topshirib elib, yondagi dam ilish uyiga akirib tangshashga boshladi. Sestra bir patnusqa 6 stakan qiziq qahvani ko'tarib, Xolida yotgan kasalxonaning eshik tuvida posta turgan 2 saqchiga qahvani sundi. "Bizning doktorxona boshlig'iga yuqoridan buyruq kelibdi. Boshliqinglar bugun kecha sizlarni qat'iy uxlamasin. Chataq chiqsa, beshi bilan javob qildi degan o'xshaydi. Bu bizning doktorxona boshlig'ining sizlarga qilgan sovg'ati ekan", dedi sestra qiz mas'uliyatni saqchilarga ittirib hiylagarlik bilan. Harduqdan uyqusi kelib ketgan yoshda kichik saqchi xushalliqida ho'r chiqib turgan qahvani patnus bilan elib, kasalxona ichi teshidagi saqchilarga bir-birlab tutishga boshladi. Yarim soat o'tmayla saqchilar o'ltirgan yerida xo'rakka tushib uxlab ketishdi. Karvatda yotgan Xolida yindagi saqchilarning qattiq uxlab ketganligini ko'rib, fursatdan foydalanib qochmoqchi bo'ldi. Ukol o'ng bilikiga silingan bo'lg'achqa, uning ustiga so'l qo'li qattiq zaxmlanganlikdan ukol yig'nisini sug'urib ilishga amalsiz qoldi. Shuning bilan u karvatdan tushmoqchi bo'lib, harakat qilib boqdi. Uning put-qo'li sezimini yo'qotgandek hech qanday harakatga kelmayotdi. U yana tirmishib beshini ko'tarib boqqan bo'lsa-mu, tini odatdan tashqari ojizlab ketganlikdan tuyuqsiz hushidan ketib, karotiga o'ngdisiga yiqildi. Shu chaqda bir qancha oq xalat kiygan doktorlar eshikdan uchqandek kirib uni itarma harvaga yo'tkab sirtqa elib mangdi. Shunda qilib Turklar ittifoqi Xolidani o'ngishli holda zavodning yer osti uyiga bexatar yo'tkib oldi. Podshoxon yotiqida kirpik qaqmay o'ltiratdi. Tuyuqsiz eshik chekilib Tillaxon kirib keldi. "Qandoq bo'ldi ukam?" deb so'radi Podshoxon ufqisining g'alaba xabariga intizor bo'lib. "Hamma ish o'ngishli bo'ldi aka. Xolida u hozir yer osti uyimizda." "Yaxshi, Tillaxon", dedi Podshoxon uning birisiga yenik shapaloqlab. "Uning yarisi eg'irmikan?" "Ahvoli degudek yaxshi emas. Hozirgacha ko'zini ocholmay yotidi." Ular darhol yer osti uyga oldirdi. Podshoxon yer osti uyga kirganda, karvatdagi oppoq yotqanning ichida bir tal qizil attirgul turadi. Podshoxon toza sapsilib uning gul emas balki guldumi chiroyli bo'lgan nihoyat nozik bir qiz ekanligini jazmlashtirdi. Qizning qora chochlari yostiqning bir tarafiga shu peti yo'gilib olgan bo'lib, qiyoqdek ulashma qoshlari ostidagi to'kilib turgan kirpiklari bug'doy o'ng yuziga nihoyat yarashqa edi. Podshoxon azaldan bundoq chiroyli qizni ko'rib boqmagan edi. Ushtumtut uning yuragi silib, qadam ritmi buzlay deb qoldi. "Ah, Allohning qudrati nimancha cheksiz." Qiz hali ham ko'zini ochmasdan shundoq bir tatliq sezim bilan uxlayotgandekla ko'rinadi. Podshoxon o'lim elchisining bundoq chiroyli, bundoq bir nozik qiz ekanligiga hayron qoldi. Podshoxon chiroyining bir xil o't olgandek bo'lib qolganligini his qilib, ko'zini Xolidaning chiroyidan ilib qochdi. Karvatning bir tarafida o'ltirishgan yigitlar Podshoxonning kirganini ko'rib o'rnidan turishib, uningga hurmat bildirishdi. Podshoxon bilmasdan o'zining Xolidaga buncha sab solganligidan yigitlarning oldida o'lgida xijil bo'ldi. U o'zining xijilligini yushirish uchun yigitlarni balduroq uxlab dam ilishga buyurdi. Karvatning yonida Podshoxon bilan Tillaxonlar qoldi.
Qiz yanıla huşuğa kelmeywatatdi. Paşaxan tinigan tiniqidanmı bilgili bolmaydigan bu nazuq qizning qo'l beg'ishiga yanchug'idagi qo'lyog'ligini chiroyli qo'yib, uning tumurini tutib baqdi. Tillaxon akasining tumur tutalaydiganligini bilgachga, sual nazari bilan Paşaxonga qaradi. Hozircha cho'nchatoq yo'q, dedi Paşaxon ufqisining ko'ziga qarab. Sen chiqib bu uyga 2 kishilik yotoq tayyor qilgin. Bugun kecha ikkimiz bu yerda turayli. Xolida bugun oqshomni o'tkazib olsa, ata chuqum yaxshi bo'lib ketadi. Tillaxon beshini lingshit qilincha chiqib, yig'ma karavot va lozimliq narsani akirdi. Paşaxon ufqisiga: "Sen balduroq uxlag'in, atiki ishqa daxl yetmasin", deb uni yo'ygab qo'yib, o'zi Xolidaning karavotining yonida o'ra o'ltirdi. G'uva lampa yo'riqida Xolida tep-tinch yotadi. Uning peshonasidan gohida ter purqirab chiqadi, gohida lavlari midirlatib bir nimalarni demoqchi bo'ladi. Paşaxon to'xtamay uning peshonasini surtgach, mashga ko'mir silib turadi. Paşaxon oldidagi bu qahramon qizga qarab ichida: o'zining xulqi, o'zining millati, o'zining Allohi uchun quliga tig' ilib, vatan zaminini qo'g'dash asli biz erkaklarning majburiyati tursa, bu kichik yumron qiz mushu termeshtek qo'llariga shamshar olg'ini nimasi? Shukri, yelimi zamin tavrab, biz erkaklarni yutib ketmabdi, deb o'ylaydi. Allohizal bir soatlardan keyin Xolida peshonasiga qo'yilgan issiq lungining g'idiqlashidan ko'zini tasda ochdi. Karvatning yinda nihoyatim kelishgan, chiroydan nur yig'ib turadigan bir yigit o'ziga qarab o'tiradi. Yigitning chiroyli qo'y ko'zidan bir xil kuyimchanlik, bir xil jazbidorlik chiqib turadi. Xolidami ömrida bundoq bo'y basti qalmashqan, ko'zdan bundoq o't chiqib turadigan bir erkakni uchirtib boqmagan edi. U bu nurliq ham o'tliq ko'zlardan xijil bo'lib, ko'zini uy ichidagi boshqa narsalarga ilib qochdi. U yotgan yerining doktorxona yoki turma emasligini qiyos qildi. U eg'izini tasda ichib Paşaxondan so'rdi: "Bu qayer?" Qizning ovozi shundaqmi miskin, shundaqmi nozik ediki, bu yiqimliq ovozdan g'orda yashagan tanho zoitmi tasvirini serishdan ezib ketar edi. Bu muңliq ovozdan kalla kesar jallodning qilichi havoda laylab qolar edi. "Bu bexatar joy Xolida", dedi Paşaxon uningga ich og'ritib. "Xotirjam yetib aram eling. Hamma ishlar o'tib ketdi. Endi siz bexatar." "Sizlarga nima deb rahmat aytishimni bilolmadim." Xolida shundoq davitib esankirab yig'lab ketdi. "Hargiz undaq o'ylamang", dedi Paşaxon qo'ldagi hassa suyini Xolidaga ish jurmoqchi bo'lib. "Bizning maqsadimizmi sizda qiz sing'illarimizning ruslarning turmasiga kirib qilishining oldini olish edi." Paşaxon shundoq degach Xolidaning dumbisidan yo'lab, uni asta o'ltirg'izdi. "Qani, buni ichib oling." Xolida istakandagi hassa suyini ichib turishiga, Tillaxonmi uyqusidan uyg'onib esnaguncha karvatning yoniga keldi. "Bu mening ukam Tillaxon bo'ldi", deb tunishtirdi Paşaxon ukasining qo'lini tutib. "Assalomu alaykum, Xolida singlim", dedi Tillaxon adab bilan salom qilib. "Va alaykum assalom. Sizlarga ko'p qarzdorman", dedi Xolida yuzi tubanlik bilan. "Undaq demang. Sizni ularning qo'lida qiynab qo'ydik", dedi javoban Tillaxon. Ular shu tariqada bir oz paranglashdi. Xolidaning salomatligi texi to'liq asiga kelmagachga, Paşaxon Xolidani charchitib qo'ymaslikni o'ylab, uqusiga balduroq yetib aram ilishni buyurib, o'zi mashning tuvida o'ltirib kitob ko'rishga boshladi. Mushu topda Xolidaning uyqusi qochgan edi. Uning qallasida nurg'un xiyollar bor edi. U o'zini dushmanlarning changalidan qutqizgan bu botir yigitlarning kimligini, yenida paypatak bo'lib o'zining holidan xabar olgan bu yigitning zodi kimligini bekmi bilgisi bor edi. U mushu topda adab yuzidan uxlagan bo'lib, ko'zini ching yumib olgan edi. Shunday qilib, bu qitimliq roman o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Kelar qitim ko'rishayli, xayr xo'sh.